Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, biz boshladik. Shomurodov muxlislariga xushxabar. Roma qiyinchiliklar bilan boshlangan mavsumni katta muvaffaqiyat bilan yakunlash imkoniyatiga ega bo'lib turibdi. Claudio Ranieri qo'l ostida yengilmas jamoaga aylangan bo'rilar buning uchun Yevropa kuboklariga yo'llanma olish kerak. Asl maqsad Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritish. Roma anchadan beri qit'aning eng nufuzli musobaqasida ishtirok etishni orzu qiladi. 2025-yil davomida hali milliy chempionatda mag'lub bo'lmagan rimliklar bu seriyani g'alabalarga ulashi talab etiladi. A seriyaning 33-turida poytaxtliklar Olimpikoda himoyasi eng zaif jamoa Veronani qabul qiladi. Claudio Ranieri anchadan beri hujum chizig'ida Eldor Shomurodov va Artyom Dobik tandemini ilk daqiqalardan birga o'ynatishni rejalashtirib yurgan edi. Ko'pchilik tajribali murabbiy bu rejasini aynan Veronaga qarshi to'qnashuvda amalga oshirishini kutgandi. Biroq bu gal ham Roma bellashuvni yagona markaziy hujumchi bilan boshlaydi. Nufuzli manbalarning ma'lum qilishicha, bu Eldor Shomurodov bo'ladi. Roma oxirgi 2 uchrashuvda kuchli raqiblar Juventus va Lazio bilan durang o'ynab, qimmatli ochkolarni yo'qotdi va endi qolgan uchrashuvlarda boy berilgan ballar o'rnini to'ldirish kerak. Rimliklar chempionatni kuchli to'rtlikda yakunlash uchun kurashayotgani bois, bo'lajak bahsda ularni faqat g'alaba qoniqtiradi. Biroq Claudio Ranieri yana o'yin avvalida Dobik Shomurodov duetidan foydalana olmaydi. Bir necha o'yinchilar, xususan ukrainalik forvard umumiy mashg'ulotlarda qatnashmadi va tizzasidagi bezovtalik tufayli individual mashg'ulotlar o'tkazdi. Dobik bir necha kundan beri chap tizzasiga muolaja olyapti. Endi oldingi safda Eldor Shomurodov to'p tepadi. Maydonda ikki markaziy hujumchini ko'rmaymiz. Eldorga ikki hujumkor yarim himoyachi yordam berishi ko'zda tutilgan. Bular Matias Sule va Tommaso Baldanzi bo'lishi mumkin deb yozmoqda La Roma sayti. Bugungi o'yinda hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.